O'zbekistonga 100 ga yaqin axborot texnologiya kompaniyalari, shundan top 10 gigantlar soliq to'laydi. Ular orasida Meta, OpenAI yetakchilardan hisoblanadi. Yana bir qiziq fakt, mamlakatimiz aholisi AI ga millionlab dollar sarflamoqda. Bu ham o'z navbatida yurtimizda sun'iy intellekt yuksak darajada rivojlangani va hayotimizning ajralmas qismiga aylanganini anglatadi. Kecha odamlar internetga ko'proq hordiq chiqarish uchun pul sarflagan bo'lsa, bugun aqlni kuchaytirish, shaxsiy rivojlanish, ya'ni birni ikki qilish uchun mablag' tikyapti. Bu millat iqtisodiy tafakkurining o'zgarishi. Grafik dizaynerman. Oddiy o'rta qiyinchilikdagi bo'lgan grafikalarga yarim soat vaqt ketgan bo'lsa, hozir 10 daqiqa masalan undan tezroq bo'lishi mumkin. Sun'iy intellekt ketadigan vaqtimni 2 barobarga qisqartirdi va shuning orqasidan 2 barobar ko'proq mablag' topmoqman. Power bo'lib ishlayman, men yengilliklar bo'lishi kerak. O'sha ChatGPTdan so'rayman, hammasini chiqarib beradi, qilib ko'raman. Yaxshi chiqadi. Kir mashinam buzilib qoldi. ChatGPT kirdim, so'radim, chiqarib berdi. Tuzaldi, ishlayapti. Bitta loyihaga 15-20 kun vaqtimiz ketadigan bo'lsa, hozir maksimum bir haftada tugyapti loyiha. 1 soatlik ishni 10 minutda qilib yoki 5 minutda qilaman. Joriy yilning dastlabki 6 oy davomida O'zbekistonda qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchi xorijiy internet kompaniyalar 1.2 trillion so'm xizmat ko'rsatdi. O'tgan yilga nisbatan o'sish 83%. Rekord bu. Kechagina kuchli 10likda ko'ngilochar platformalar yetakchi edi. Bugun esa ilk bor kuchli 10likdan birdaniga 3 ta o'rinni faqat sun'iy intellekt kompaniyalari egalladi. Bu jamiyatning butun boshli tafakkuri almashganligini anglatadi. O'zbekistonliklar sun'iy intellekt xizmatlari uchun qariyb 10 million dollar sarfladi. Yaqin-yaqingacha bu ko'rsatkich 1 million dollarga ham yetmasdi. Demak, mamlakatimizda sun'iy intellektdan shunchaki matn yozdirayotganlar emas, mahsulot yaratayotgan, kod yozayotgan, algoritm ishlab chiqarayotgan, global bozorga chiqishga urinayotganlar soni ham karrasiga o'smoqda. Endi kuchli o'nliklar boshida Anthropic, ya'ni cloud dasturi ishlab chiqaruvchisi OpenAI, ChatGPT va Anisper Cursor turibdi. Bu kompaniyalar birgalikda jami 113 milliard so'mlik xizmat ko'rsatishgan. Kim sun'iy intellektni kundalik mehnatga aylantirsa, ertangi iqtisodiyotning kaliti o'sha qo'lida bo'ladi. Buni anglaganlar sun'iy intellektga pul sarflab oyiga 2000 dollar foydaga aylantiryapti. Bir oyda plus minus 80 dan 150 dollargacha sun'iy intellektga ishlataman. 1,5 mingdan 2,5 minggacha topishga yordam beryapti. Pilotdan foydalanaman, 24 dollar to'layman. O'rtacha sun'iy intellekt platformalariga oylik xarajatlar 20 dollardan boshlab 200 AQSh dollarigacha bo'ladi. Endi buni hamma soha vakillari har xil ishlatadi. O'zlarining imkoniyatlaridan kelib chiqqan holatda o'zlarining daromadlarini 10 karradan to 100 karragacha sun'iy intellekt yordamida ko'tarishlari mumkin. Xalqaro AI Readiness Index reytingi bor, ya'ni bu ushbu reyting mamlakatlarning sun'iy intellekt texnologiyasiga tayyorligini, ushbu texnologiyalardan qanchalik foydalanayotganini anglatadi va ushbu reytingda mamlakatimiz ancha yuqoriladi. Shu so'nggi 4 yil ichida 20 pog'onadan yuqori o'sdik. Umumiy 195 ta mamlakat ichida mamlakatimiz 2021-yilda 93-o'rinda bo'lgan bo'lsa, 2023-yilda 74-o'ringa ko'tarildi va 2025-yilda yakuni bo'yicha 62-o'ringa chiqdik va 2030-yil yakuni bo'yicha top 50 taliga kirish vazifasi bizning oldimizga qo'yilgan. Eski ertaklarni sun'iy intellekt shunaqa bajarib berdi, qisqa lo'nda aniq butun bitta kitobni aniq bir 2 minutdan 4 minutgacha bo'lgan ertakni havola qilib qo'ydi-da. Men hayron qoldim. Hozir endi faqat to'g'ri yo'nalishda foydalansa, sun'iy intellektdan o'sha maqsadga muvofiq bo'ladi bu. Film ssenariylari bo'lsa, uni nima haqida ekanligi, umumiy ma'nosi, shularni o'qishga vaqt sarflamayman. Boshqa ish qilayotgan paytimda ham ssenariylar mazmuni bilan tanishib boraveraman eshitish orqali. Ssenariylarni ijodkorlarga film olish uchun moslashtirib beradi. Axborot texnologiyalari iqtisodiyotning eng serharakat tarmoqlariga aylandi. Natijada O'zbekiston yuksalishlar haqidagi yangiliklar kosmosdan keladigan bo'ldi.